Toy qilding, balada qalding, toy qilmading, dalada qalding deb shikay o'tmay bir balning dadisi bo'lib qolgan o'xshayman. Mushkullarda tatqan jafo mashaqqatlarim sonu ko'nglim ekegandimmi tasishib ketdi. Bir yoqdan tush ko'rib, bir yoqdan tamoq etishning o'zi menga nisbatan ancha notanish bo'lmasa-mu, lekin men aşpaz bo'lib ketdim. Tükkan mantırımga qizlarning vaqti hayron qoladi. Hatto dillar qo'llarim bilan necha qitim suyib ketdi. Xotiningni xush qilmasan texi deydi. Xotinni xush qilmasang texi. Uning doğrusini, qaynoq suyini vaqtida ekib bermasanglar texi. Bu kunlar mushtarakisida o'tayverdi. Men kirlarni yuvishni o'rganib ketdim. Mang berilgan jangjim bo'lib qoldi. Mening xotinim mushu tariqada o'ziga choy damlab, menga azroqmi choy emas, hamma narsa mushniki bo'lib ketdi. Mana ahvolim mushu. Sayohatga chiqqan vaqtlarda ishlarning yanada tug'izib qo'ydi meni. Ancha-muncha o'zinim ko'kaytib olgan bo'ldi. Badan safasini ajizlab ketdi ekan. Shunga butun ishlar mag'ib qoldi. Oshxona uyi xuddi mening ikkinchi uyimda bo'lib qoldi. Bu ancha-muncha kino ko'rib, yana bir janjing berdi. Ma kuni o'zim uxmayman qanday qilib ko'plam pishirib teshib qoldim kim. Mana yana mushu xotin uchun sizik olar Abu Bashaqal Charifta asmani degan dorilarni uzildimay ippadim. Yana mushunda qo'saq maylaydigan kindik temiti. Hatta mushu mana nafasmi olmas holatga o'tib qoldi. Kechlar ancha-muncha havoga aylandig'ash, buni bilan o'ynashga chiqaman mana işte. Muhabbatlik ko'rinishlar huzuringlarda bo'lsin. Eng tatlı minutlarim shu. Qolgan vaqtning hammasini ochqandaman. Bo'lmasa mana az qoldim. Babi Malik ko'p kutilganga. Oxirida tug'ut oldidagi ayollarni yaxshi qadrlab, ularning xizmatida yaxshi bo'lishini umid qilmay xayr qo'sh.